Assalomu alaykum. Katta bolalar mashinasini olib qo'ydik. Mashina infarkt bo'lib qolgan. Qotib qolgan apishga kirligidan. Sidenya vaqti qorayib yotibdi. Polniy chochamiz. Orqa sidenyasi hozir yechdimda, chexolni chiqarish olmagan ekan. Polniy sidenya bitta toza joyi bagaj ekan, bo'lmaydi. Yuk tashishmabdi samolyotlarni. Sidenya mayli. Patolog. Короче, yomg'irdami ketishayotganda etish bo'yicha eshik ochiq, oynasi ochiq bo'lgan. Yonligidan KAMAZ o'tib ketgan. Hamma loy sachrab ketgan ichiga. Xizmatlar bo'lsa aloqadamiz. Всем удачи. Hamma charchamanglar.